Pijamamni g'ijimligini gapirgan, iloyim kal bo'lib, boshida bitta ham sochi qolmasin. Get ready with us. Bugun Salih bilan bez filtr video oldim. Filtrsiz ko'rinishim shunaqa. Unaqa katta farq ko'rmaysizlar, filtr va filtrsiz. Bugun Salih bilan aylanishga bordik. Uni ovqatlanishga olib bordim. Anchadan beri Salihga vaqt ajratmayapman. Bilasizlar, Salih bog'chaga bormaydi, zangiyachilarga boradi. Hozir ikkita bog'cha gaplashdim, birma-bir borib ko'rib kelamiz. Birinchi bog'chasi Salih отказ qilishgan. Salih implant taqqanning hisobiga sog'lom bolalarga qo'shishga haqqingiz yo'q deb ozgina men bilan konflikt qilishgani uchun sudlash darajasiga ham borgandim. Salih shunaqa qilib ketchup to'kdi. Suleyman bo'lsa, soppa-sog' bola bo'lsa ham shunaqa shokolad qilib. Dog' ketkazish men uchun muammo emas. Sizlarning tavsiyalarga ko'ra Bavi olgan edim. Bavini 1 kilo va 100 gramm paketiki 120 ming so'm turadi. Alyumindan tashqari hamma narsaga ishlatsanglar bo'ladi. Ozgina parashok solganinglardan keyin qaynab turgan suv solasizlar va yarim soatga qoldirasizlar. O'zi dog'i shunaqa ideal qilib ketkazib beradi. Ketchup bilan shokolad bilasizlar, ketish juda ham qiyin narsa. Vazn narsalar bilasizlar, ko'p hollarda issiq suvga solinsa cho'zilib ketadi. Bu cho'zilmasdan idealniy top-toza bo'ldi. Rangi ham bir-biriga o'tib ketmadi. Rangli kiyimlarni ham bemalol yuvsanglar bo'lar ekan. Natijasini o'zingizlar ko'rib turibsizlar, juda ham oppoqqina qilib berdi. Endi Baviga bemalol ishonsa bo'ladi.